Ko'rishingiz mumkin. Va Telegramda kecha tashlagan, kechagi streamda birga qilganmiz. Stream boshini qarasanglar, analiz qildik bozorni. O'sha bozorda ko'rsatildi nima qanaqa. Ya'ni kechagi bozorga qarashlarimni, daily shamni bir ko'rgandim. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu 4 soatlik men shunaqa qarashman deb o'zimdan analizim qilgandim. Atak o'sha nima nima fo'mi chiqadimi yo'qmi farqi yo'q. Nu bozor tepada. Nu kelish kerak, shu 4 soatlik pastga tushish kerak deyilgan joyim bor edi. Demak, ko'rishingiz mumkin Bitcoin ham ozgina reaksiya bo'ldi va shu joyda ozgina long ishladik. Atak nu bozor tashab berdi. Xo'p, bizani bolalar nima qilishdi? Qanaqa foydalar olishdi hozir? Qaranglar. Xo'p, mana bu bizani bilasizlar, sizlarga ko'rmayaptim. Xo'p, mana bu bizani o'sha gruppamiz. Mana swing spot. Mana kechagi analiz. Kecha soat mana 2 larda analiz qilingandi. Shu 4 soatlik sham, bu kunlik qilingan, atak 4 soatlik yaqinroq deb. Ya'ni mana bu masalan to'lishda bir kunlik analiz, mana shu olib ketishidi, atak pastga tushish ikkalasini ham qilingan, ya'ni short analiz qilingan. Xo'p, 4 soatlikda mana shunaqa qarashida likvidni olib qaytadi, lekin 4 soatlik degan maqsadda. Endi ozgina long ishlab oldik, kecha atak bozor yaxshigina qonaverdi. Xo'p, bizani bolalar yetadigan bo'lsak, bizani bolalar zo'r ushlagan, qaranglar. Lido masalan mana chiz, mana arab 77 nu uzoqdagi, xo'p, mana masalan nu bu yog'i ozgina ishlab olgan, o'sha mana kechagi long analiz kechagi bor-ku. Kecha analiz savdo qilgandik, signal qilib sizlarga ko'rsatgandim. Nu o'sha savdolar. Bu mana kechagi longlar, kechagi Osiyo bozoridagi longlar. Ishlab olganmiz. Kechagi longni qayerdan ko'raman desanglar, shu kecha streamda ham ko'rsatildi. Masalan, mana kechagi Osiyo bozorida mana long bozor Aziya savdo qildik. No streamda o'zida ko'rsatib qilindi. Xo'p, masalan mana TP05 mana 40%, 19% olib chiqib ketildi, atak 100% gacha bordi bular. No shunaqa gap. Xo'p, pump coin bu desanglar, bu yoqda ham o'sha pump coinga alohida topik ochildi. Qanaqa topik desanglar, pump coin uchun alohida ya'ni nima? O'sha analiz hofizi, masalan, botdan keladigan signal bu o'shanga masalan birlikka plan qilib qildik. Nu nasib buni ham birgalikda qilamiz. Men buni unga tashlashim kerak bachalarga. Hozir bachalarga anaqa foto berish. Xo'p, keyin yana bir narsani eslatib o'tib ketay. Bu mana Khan Academy Elite degan bizani yopiq guruhimiz. Qo'shilmoqchi bo'lsanglar, bemalol o'zimga akkaunt 25-25 ga chiqsanglar, o'sha ozgina summasi bir turlab bemalol qo'shilishinglar mumkin. Shu live'da nima bo'lyapti? O'sha narsalar, masalan, live yo'q kunlari, bu narsa hamma narsa o'sha tashlanadi. Mana bu yerda mana swing signal analizlar, bu yerda mana scalp har kuni savdo qilamiz buni. Masalan, mana har kuni savdo qilinadi. Mana har kuni 2 ta 3 ta savdolar bo'ladi. Bitta yoki 2 ta 3 ta. Shunaqa. Ammo har kuni o'sha panel alohida guruh, qo'shilmoqchi bo'lsangiz, bemalol yozsanglar, nasib qo'shilib birga savdo qilamiz. Xo'p, XMdagi bolalar kiringlar. Mana shuni kesiladi. Bugun mana shu live o'tiladi. Hozir xo'p, shu bolalarga ozgina dars o'tib berish kerak edi. Nima? Premium discount haqida. Masalan, assalomu alaykum. Premium discount darsiga xush kelibsizlar. Xo'p, bugun nima bo'ladi? Masalan, premium discount o'zi nima? Masalan, premium and discount. Nomi masalan, mana bu yerda premium and discount zone. Yozilgan discount. Mana shunday yo'q, nima? Discount qisqacha qilib birov dars bo'ladi. Hop, premium discount zone o'zi nimaga kerak? Premium ya'ni narx, masalan, high low desalarga o'tdi, marka struktura buzilishi. Ya'ni narx masalan ketyapti bozorda,
такой-то zonaga siz narxni qayerda turganingizni bilishingiz kerak. Narxda qayerda turganingiz siz nimadan bilasiz? Premium discountdan bilasiz. Premium discount premium zona yoki discount, ya'ni tarjimasini qaranglar, premium zona, ya'ni qimmat zona. Discount arzon zona. Ya'ni discount zone, premium zone. Tushunasizlar? Demak, bizda qimmat zonada o'zi kelganda biz nima qilamiz? Sotishga qiziqamiz. Discount zonaga kelganda o'sha sale chegirma bo'lyapti, bu yerda olishga qiziqamiz. Tushunasizlar? Prosta tarjimasini o'zingizlar uchun tushunib olsanglar bo'ldi. Demak, men premium zonadaman, men har doim premium narx qimmat bo'ladi. Bu yerda nima bo'ladi? Narx sotiladi ko'pincha. Discount zonada nima bo'ladi? Discount zonada narx kelganda ko'proq sotuv bo'ladi. Nimaga? Chunki narx chegirma, juda ham arzon bo'ladi narxlar. Shuning uchun o'sha premium discount zona bizga kerak bo'ladi. Xo'p, o'sha qanday qilib nima qilish tushuntiraman. Fibonacci'ni olamiz. Mana Fibonacci oddiy tortishda o'rgatilgan sizlarga darsda. Mana nastroykasini olamiz. 0 zonani yoqamiz. Mana 0 zona yoqiladi. 0.5 zona yoqiladi. 1 zona yoqiladi, bo'ldi. Mana shunday qilib tortgan yaxshi. Men shunday qilaman. Ya'ni bizga o'sha o'rtadagi 0 zona, 1 zonamiz, tepadagi 0.5 zonamiz kerak bo'ladi. Ranglarni qizil, yashil, xolisili mana bunday rang qo'yinglar. Mana xuddi menda qo'yinglar. Meniki shunaqa. Xo'p. Endi masalan bu qanday tortiladi? Bu oddiy high low'ni bilganingizdan keyin bu narsani masalan mana bu high, mana bu low, mana bu high bo'lsa, siz buni mana pastidan tepasiga qarab tortasiz highgacha. Agar siz bozor mana bu siz trendni bilib olishingiz kerak-da, bu yerda siz up trendga ketayotgan bo'lsangiz, pastidan tepasiga qarab tortasiz. Siz nimaga? Ya'ni sotib olishingiz uchun. Endi siz sotishingiz uchun masalan narx qanaqadir zonaga yetdi, pastga qarab ketyapti, to'g'rimi? Siz buni masalan sinishi uchun yo bu narsa uchun tepadan pastga qarab tortasiz. Shunda bu o'sha pastni qaysidir tomonda turganini bilib olasiz. Ya'ni xuddi shu. Prosta high low'ni bilishingiz, qanday tortishingizga bog'liq. Shunaqa, o'sha premium discount. Qiyin narsa emas, prosta o'zingizlar uchun tortishlarni o'rganib olish kerak, ko'proq tajriba qilish kerak, backtest qilsanglar, masalan, bozorda yaxshilab backtest qilaversanglar, qayerda turganinglar aniq bo'lib turadi. Masalan, mana bu oqishda ham bozor tepada turgani. Вот, именно qaraydigan bo'lsak, mana tortibmiz, mana qayerdamiz? Premium zonada biz faqatgina sotamiz. Ana bu premium zonami, sotish zonasi. Всё. Sotuv. Qaranglar, mana siz xato qilmagan bo'lasiz. Bu yerda sotdingiz, bu yerda ham sotdingiz, bu yerda ham sotdingiz. Mana o'sha short qilib berdi bo'ldi. Tushunasizlarmi? Endi mana siz qayerda, mana o'sha ko'rinyapti, qaranglar, siz qayerda turibsiz hozir? Hozir turganda o'sha diskount chekaring. Diskount uchidan siz yana sotmaysiz, bo'ldi. Siz diskount o'sha navorot sotib olishni qiziqishni boshlaysiz. Demak, bu yerda o'sha yashillar kuchga kiryapti, bu yerda qizillar kuchga kiryapti, shortchilar. Bu yerda yashillar, longchilar kuchga kiradi. Tushundinglar, degan umiddaman. Juda qiyin mavzu emas. Shunaqa. Endi buni qanday qilib tortamiz? Masalan, birinchi masalan daily shamni olasizlar. Qanday qilib backtest qilaman desanglar, daily shamni olib turib, bu masalan любой bir chartga qo'yasizlar. Masalan, mana bu simulyator bor-ku, ishlatsanglar bo'ladi, ishlachu. Voy, mana bu. Masalan, mana coin'ga o'tsak, mana. Mana bunday tortib qo'ysanglar, bu daily shamni tekin, anoniki, trading view'niki, shuni tortib, o'sha premium discountni to'g'rilab, o'zingizlar uchun qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, mana вот, именно mana shu joyda olaylik. O'zim ko'rsatib beraman sizlarga. Mana. Qani. Hop mana. Hop mana. Turibsiz bozorda, siz mana premium discount zonani tortasiz. Mana siz mana bu highdan mana bu lowgacha tortasiz. Lekin bu daily sham bo'lgani uchun bizga qanaqa struktura qilib bersin, shunga qarab mana torta. Вот. Endi mana masalan mana bu highdan mana bu lowga tortamiz, qaranglar. Mana shu joyda bozor nima qilyapti? Narx diskount zonadan chiqib premium zonaga o'tdi. Bu yerdan o'zi faqatgina biz short qidiramiz. Bo'ldi. Demak, biz qayerdamiz? Premium zonadamiz. Masalan, mana bu sizlarga liquid tarifi o'tildi-yu, o'sha liquid masalan olindi, pastga qarab ketyapti. Endi mana diskount zonaga yetganda qanaqadir yana liquid topamiz, yana buy. Mana o'sha pastdagi liquid olindi endi. Endi bu o'sha bu struktura o'zi bu tarafga o'tadi, bu struktura. Mana bu highdan bu lowga qarab tortasizlar.
yoki mana xohlasanglar buni o'pishni olmanglar. Bitta haylovni o'zini olinglar. Yoki mana buni o'zini olsanglar bo'ladi. Ya'ni har xilcha qilib tortsanglar bo'ladi-da, buni bitta hayl bitta lotdan yoki общий trendda masalan xohlasanglar mana bunday qilib tortib o'tirsanglar ham bo'ladi. Siz mana diskountda zona ekanmiz, likvid olinganda siz bay ketaverasiz. 1 2 3 4 ta baylar shunga qilinadi. Mana bunday qilib tortsa, lekin yaqinroq tortsangiz bu уже siz kunlik shamni, 4 soatlik shamni nima bo'lyapti? Bugun nima bo'lishingizni bilib turasiz. Qayerda turganingizni bilasiz. Masalan, yaqinroq tortgan vaqtingizda. Diskount zonada o't mana diskount zonaga tushdik, to'g'rimi? Men chapa-chaq tortdim, atak o't mana. Mana bunday qilib tortiladi, o't. Mana diskount zonaga tushgan vaqtimiz bozor nima bo'ldi? Mana shu joyga qaytdik. O't mana turibmiz, premium zonaga chiqdik, narx pastga tushdi-da. Nimasi mana? Mana bu yerdagi likvidni oldi. Likvidni olgandan keyin narx tepaga qarab o'sib ketyapti. Nima qildi? Diskountdagi likvidni oldi. Bu yerda nima qildi? Bu yerdagi o't. Mana bu yerdagi likvidimizni oldi. Premium zonadagi likvid olindi yoki FV ga to'ldirildi deb olsak ham bo'ladi. Premiumga chiqqandan keyin, premium zonaga chiqqandan keyin o'sha narx avtomatik tashib yuboradi. Demak, siz nima qilishingiz uchun, ya'ni bozorda to'g'ri qarashingiz uchun, qayerda nima borligini bilishingiz uchun bo'ladi. Mana diskountga tushdik, likvid olindi, bang. Qayerga chiqyapti? Premium zonaga harakat bo'lyapti. Uni o't mana aytaylik, diskount zona to'g'rimi? Diskount zonadagi likvid. Men xohlasangiz mana bu likvidni o'ylayman. Mana shu likvidni olibdi-da bozor qayerga harakat qildi? Bundan bu yoqqa tortamiz. Premium zonada nima qildi? Premium zonada mana shu yerdagi likvid o'zini olib pastga qarab tushdi bozor. Endi yana nima qildi bozor? Mana bu yerdagi likvidni oldi. Xo'p, mana bu yerda o'zini likvidini oldi desak ham, mana bu premium diskount yana tortib olsak, mana diskount ichidan chiqib kelyapti-da, yana premiumga qarab o'tyapti. Premium zonaga. Premium zonaga chiqqandan keyin nima bo'lyapti? Oddiy mana shu yerdagi likvidni o'zini tozalab yana pastga tushyapti diskount. Mana shu likvid dediğimiz. Oddiy bozor, prosta sizlar o'sha premium zonani yaxshi to'g'ri tortishda haylovni bilsanglar, bu premium diskount tortish sizlar uchun muammo emas. Prosta sizlar tushuninglar. Masalan, mana Bitcoin o'zi bilan ham qarasak, bunisiga o'tdik. Qaranglar. Вот. Masalan, Bitcoin o'zini ham o'chirib turamiz, вот. Mana aytadigan bo'lsak, вот. Mana bugungidan masalan bu yoqqa tortadigan bo'lsak, biz qayerdamiz? Premium zonadamiz. Siz какой-то bu haftalik chart ekan, haftalik analiz. Masalan, premium zonada turgan vaqtingiz aniq bo'lyapti. Demak, siz haftalikda qayerdaligingizda turganingizni bilyapsizmi? Demak, siz har tepaga chiqqanda nima ishlashni bilasizda. Narx mana bu yerga chiqqan vaqtida siz nima qildi? Sotishingiz kerak. Aniq bu narsa. Mana bu oqqiz, mana bu yo'lishda qancha odam minus bo'ldi. Lekin siz mana shu premium diskountni bilganingizda, вот mana shu yerda chiqishni bilardingiz-da. Bu yerda o'sha какой-то spot bo'ladimi, bu narsa bilan uzoqlashib turishingizni bilardingiz. Yoki futureslar short qidiradi. Nimaga? Chunki ular biladi premium zonada turganligimizni, diskount zona uzoqligini hali. Pastda bizda mana nima turibdi? Ikkita likvidimiz turibdi mana masalan. Shuni olinish kerak. Yoki zonaga kelish kerak. Kesin mayli, вот именно masalan Bitcoinga yana buy bu narsa deydigan bo'lsak, kesin bizning nima zonamiz bor? Diskount zonamiz o'tib olsin, likvidlar bu qo'ziq generate qilsin-da, keyin o'zi olib, keyin chiqib olsin mayli. Keyin yana bu ATXdan biz yana short qidiraylik. Buni tushunasizlar, nima uchun premium diskount kerakligini endi tushunasizlar degan umiddaman. Вот masalan bu uzoqroq desanglar, bu xo'p, menda mana yaqinroq joydan tortamiz-da. Вот qaranglar mana. Mana yaqinroqdan tortaylik. Masalan, mana bu yerda siz bilmayapsiz. Xo'p, mana bu tarafni bilmayapsiz. Siz mana bu yerdan tortgan vaqtda siz qayerdasiz? Mana narx qayerdan diskountdan chiqib kelyapti-da. Premium zonaga endi short ishlandimi? Xo'p, mana shu yerda short ishladi. Yana diskountga chiqdi, mayli bay. Lekin bu uje mana bu вообще diskountni o'zini hayida, premiumni o'zini hay olingandan keyin nima? Absolute short kirlar. Bolalar kutib o'tirgan. 130 ming, 140 ming ketamiz. No yo'q, premium zonadamiz biz. Zonaga kelish kerak bozor. Какой-то zonaga hozir masalan mana bundan tortgan taqdiringizda bu mana qayerdan qaytyapti? Mana shu bozor, kechagi bozor mana. FOMC nima bo'ldi? FOMC likvidni tozaladi haftalikni. Olgandan keyin pastga qarab ketyapti. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q bu yerda. Aniq analiz mana premium diskount mana shu uchun kerak. Muhim narsa bu. Prosta foydalaninglar o'zingizlar uchun. Demak, siz qayerda turganingiz masalan bugun mana 4 soatlik shuni ochasiz. 4 soatlikni ochganda Assalomu alaykum, Bitcoin xavfsizroqmi tilladan? Xo'p, hozir aytaman.
Вот masalan mana turgan joyingizni bilsangiz, mana 4 soatlik deb mana tortganingizda har chiqqanda premium zonaga kelib ketyapti. Men o'tyapti, masalan bu tachqi emas, top keyingisi. Mana premium zonaga tegib ketyapti. Hozir ham nima kutasiz? Mana premium zonaga kelishini какой-то reaksiya bo'l. Shunaqa gap. Ну, dars va shaqacha edi bolalar.